Bir kuni o'yindan so'ng Ronaldoning oldiga bir ayol kelib, futbolkasini so'raydi. Krishtianu ushbu futbolka nima uchun unga shunchalik kerak ekanligini so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu ayolning 10 oylik o'g'li og'ir miya xastaligi bilan kasallangan va uni davolash uchun $85,000 mablag' yig'ishi uchun mazkur futbolkasini kamida 8,5 yevroga sotib muammoni hal qilishga chog'langan ekan. Bundan ta'sirlangan Krishtianu bu ayolga 85,000 yevrolik futbolkalar tuhfa qiladi. Shuningdek, futbol yulduzi miya kasalliklari bilan shug'ullanuvchi klinika assotsiatsiyasi bilan gaplashib, bu bemorning barcha xarajatlarini qoplab beradi. Bundan tashqari nafaqat futbolka, balki o'zining butslariga ham avtograf qo'yib ushbu jajji Enrikega sovg'a qilib topshiradi.